Lemurlar. E'tibor bering. Bu lemurlar Madagaskarning sho'x voyishlari. Ular nima qilyapti dersiz? Bu bechora qirqoyoqni tutib olib, uni tishlab so'ng tanasiga surtyapti. Tashqaridan qaraganda gigiyena muolajasiga o'xshaydi. Aslida esa bu yerda katta o'yin ketyapti. Gap shundaki, qirqoyoq xavf sezganda o'zidan zaharli modda sianid ajratib chiqaradi. Bu zahar oz miqdorda lemurlarga xuddi odamlardagi zaharli odatlar kabi mast qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Lemurlar bu tabiiy kokteyldan shunchalik sarmast bo'lishadiki, hatto ko'zlari suzilib o'zlarini idora qila olmay qolishadi. Yaratganning qudratini qarangki, lemur bu zahardan o'lmaydi. Aksincha, undan ham kayf qiladi, ham tanasidagi parazitlarni haydashda foydalanadi. Lekin bu holat bizga bir narsani eslatadi. Hatto hayvonot olamida ham me'yorni yo'qotish ularni kulgili va ojiz ahvolga solib qo'yadi. Inson bo'la turib aqlimiz mast qiluvchi narsalarga topshirishimiz esa lemurlarning bu ishidan ham achinarliroq. Shunday emasmi? Har biringizni kasb-koringizga baraka bersin. Самое главное shu. Sog', salomat bo'linglar azizlar.